Tamam. Elimde muşpul kaptı şu 5 koy tutuştuk ögürüp aysanız bulamdı bulam. Ha buldu. Hani ayak verip oturan atağa. Buldu. Lazımlı ama Feridan orun başlanla. Bu balam bu pul. Bireylen tamak bulanız söylüvetti. Xatıcam oturup işçen da. Rahmet. Furkan bizning shirkatga ishchilarga bergan tamoqdan sahnachi qaytayli. Bu kadar bo'lmaydi aka. Nemish bo'lmaydi? Pulni men vaqtida uzib olsam. Aka, elim 40 odam ishlaydigan shirkatga 50 kishilik tamoq zakaz beryapsiz. Ma ish qilgan 10 kishilik tamoqingizni xizmatchilaringiz yeb bo'lolmay sirtga ma kuch tozalab yetim yesir yo'qsullarga beryapmiz aka. Endi bu yaxshilikni hammani o'zim yolg'iz qilmaydi, siz bizni ish qilmaysiz. Bu kadar bizning oshxonamizda yetim yesir yo'qsullarga tamoq beryapmiz aka. Unda bo'lsa Furkan, yaxshilikni talashmay, davomli qilinglar. Ma'qul aka, kirib turasizmi sen? Ma'qul qaysi? Ma'qul. Mana xo'jayin. Ayma, 5 pound pulni bilan. Oshqon pulni hojatmanlarga bering. Bizga musaxovatqidek azot fursat beringlar. Ma'qul bo'lsa, ma'qul. Yuksaklarga ketsin. Ay, so'lam. Bu 1 kishilik tamoq yap, bu 3 kishilik tamoqning pulini birdan olsizga. Oshqon pulni bilan. Bo'ldaka, oshqon hojatmanlarga berib o'ting. Yaxshisi siz yolg'iz qilsin, biz nima ish qilamiz? Ma'qul. Kirib turasizmi sen? Rahmet balam tamak durumla okşaptı. Aşkananla bereketlik olsun. Ma'qul jonlidan sizni patlab kirib turasiz. Ishimiz har vaqt siz uchun ochiq shumi hamsa? Bo'ldi, rahmat. Ma'qul esa ma'qul. Avaylab tur. Bu pulni balam en ihtiyaclı adamlarga tamoq beringlar balam. Sığar alem, çaknar ko'ngil osinida. Yulduz bulup jimi odam.